Kimyo fanidan kimyoviy reaksiyalarda katalizatorlarning ahamiyati bo'yicha katalitik reaksiyalarni ko'rib chiqamiz. Bunda birinchi tajribamizda bizga kerak bo'ladi xrom 3 oksidi hamda ammoniak. Xrom 3 oksidini olamiz. Buni qizdirish uchun avval ulotropinni yoqib xrom 3 oksidini olamiz. Olovga tutib Qolgan ichiga ko'rib turganingizdek cho'g'lanish hosil bo'ladi. Bu reaksiyamizda xrom 3 oksidini azot oksid hosil bo'lmasdan ammoniakning katalitik yonishi kuzatilyapti, ya'ni cho'g' hosil bo'lyapti.